Salom, qadrli obunachilar va kanalimizning hurmatli mehmonlari. Bugun siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamizki, bu har birimizning kelajagimizga, ayniqsa keksalik davrimizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirda pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki pensiyada bo'lgan har bir fuqaroni tashvishga soladigan bir savol bor. Kelajakda moddiy ahvolimiz qanday bo'ladi? Yagona pensiya bilan kun kechirish qanchalik oson bo'ladi? Xavotirga o'rin yo'q. Chunki bugungi yangilik sizni albatta xursand qiladi. Ya'ni rasman tasdiqlandi. Endilikda fuqarolarimiz bir o'rniga 3 turdagi pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu albatta pensiya ta'minoti tizimida juda katta o'zgarish. Ushbu o'zgarishlar kimlarga taalluqli bo'ladi? Kim qancha pul oladi? Va bu imkoniyatlardan qanday foydalanish mumkinligini bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumotlar hayotingizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar bu shunchaki qonuniy jarayon emas, balki har bir insonning hayoti, uning kelajakdagi farovonligi haqidagi savollarga javob beruvchi ijtimoiy kafolatdir. Ilgari ko'pchilik fuqarolar uchun pensiya deganda faqatgina bitta, ya'ni mehnat staji va ish haqi asosida hisoblanadigan davlat pensiyasi tushunilar edi. Bunday yagona pensiya tizimi o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ba'zan fuqarolarning barcha ehtiyojlarini qondirishga yetarli bo'lmasdi, ayniqsa iqtisodiyotdagi o'zgarishlar va narxlarning o'sishi sharoitida. Odamlar har doim kelajakdagi moliyaviy barqarorlik haqida o'ylashgan va birgina pensiya bilan qanday yashash mumkinligi haqida tashvishlanishgan. Bugungi kunda ham ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'z pensiya pullariga qo'shimcha daromad topish uchun faoliyat yuritishga majbur bo'lishayotgani sir emas. Bu albatta ularning salomatligi va farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan tasdiqlangan yangi tartibga ko'ra pensiya ta'minoti tizimi sezilarli darajada kengaytirildi va fuqarolarga nafaqat bitta, balki 3 xil turdagi pensiya olish imkoniyati yaratildi. Bu ayniqsa uzoq muddatli mehnat faoliyatiga ega bo'lgan, shuningdek shaxsiy jamg'armalarni shakllantirishga ahamiyat bergan fuqarolar uchun juda muhim qadamdir. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdorini oshirishga yordam beradi, balki fuqarolarning pensiya ta'minotiga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va ularga kelajakka ishonch bilan qarash imkonini beradi. Bu yangilik shunchaki byurokratik qaror emas, balki aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Davlat endilikda nafaqat asosiy pensiya, balki fuqarolarning o'z mehnatiga qo'shgan hissasi va shaxsiy moliyaviy rejalashtirishiga qarab qo'shimcha pensiya manbalarini ham qo'llab-quvvatlashga tayyor. Astarish birinchi asosiy qism pensiya turlari va kimga tegishliligi. Keling, endi ushbu 3 turdagi pensiyalarni batafsil ko'rib chiqaylik va ulardan kimlar qanday foydalanishi mumkinligini aniqlaylik. Birinchi pensiya. Asosiy davlat pensiyasi yoki mehnat pensiyasi. Bu biz bilgan va eng keng tarqalgan pensiya turi bo'lib, uning miqdori sizning mehnat stajingizga, ya'ni ishlagan yillaringiz soniga va o'rtacha ish haqingizga bog'liq bo'ladi. Bu pensiya to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan yoshga yetgan va yetarli mehnat stajiga ega bo'lgan har bir fuqaroga beriladi. Bu pensiyaning asosiy maqsadi fuqaroning hayot kechirishi uchun minimal ijtimoiy kafolatni ta'minlashdir. Miqdori individual tarzda so'nggi yillarda olingan ish haqi va umumiy stajga qarab hisoblanadi. Pensiya miqdorini oshirish uchun nafaqat ko'p ishlash, balki rasmiy ish haqi bo'yicha to'liq hisob-kitoblar amalga oshirilganligiga ishonch hosil qilish ham muhimdir. Misol uchun tasavvur qiling, Abto'lim yoshli Otabek akamiz bor. U kishi umumiy 35 yil davomida rasman mehnat faoliyatini olib borgan va so'nggi 10 yildagi o'rtacha ish haqi nisbatan yuqori bo'lgan. Aytaylik o'rtacha 5 million so'm. Otabek akamiz pensiya yoshiga yetgach, pensiya jamg'armasiga hujjatlarini topshiradi. Uning pensiyasi maxsus formulalar asosida hisoblanadi. Bunda ish haqqi va staj koeffitsiyentlari inobatga olinadi. Agar aytaylik Otabek akaning hisoblangan pensiya miqdori 2 million 500 ming so'm bo'lsa, bu uning asosiy davlat pensiyasi hisoblanadi. Bu miqdor davlat tomonidan har oy uning bank kartasiga o'tkazib beriladi. Bu pensiya har bir fuqaro uchun ta'minlangan eng muhim ijtimoiy himoya shaklidir. Shuning uchun rasmiy ishga joylashish va ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga to'lovlar
muntazam ravishda o'tkazilishini nazorat qilish juda muhimdir. Ikkinchi pensiya, jamg'arib boriladigan pensiya, aka, shaxsiy pensiya jamg'armasi. Bu pensiya turi asosan majburiy tartibda yig'iladigan pullardan shakllanadi. Ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi bizda ham fuqarolarning ish haqidan ma'lum bir foiz miqdorida ajratmalar qilinadi va bu pullar har bir fuqaroning shaxsiy hisob varag'ida jamg'arib boriladi. Bu pullar to'planib pensiya yoshiga yetganda nafaqat bir martalik to'lov sifatida, balki ma'lum muddatga bo'lib to'lanadigan qo'shimcha pensiya sifatida ham berilishi mumkin. Bu tizim fuqarolarga o'z pensiya jamg'armalarini mustaqil ravishda nazorat qilish va ularning o'sishini kuzatib borish imkonini beradi. Shaxsiy hisob varaqdagi mablag'lar pensiya yoshiga yetganda fuqaroga qanchalik ko'proq to'planib bo'lgan bo'lsa, uning ikkinchi pensiyasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Endi 58 yoshli Nodira opani misol keltiramiz. U kishi maktabda 30 yildan ortiq vaqt davomida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Nodira opaning ish haqidan har oyda pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan majburiy ajratmalar, shuningdek, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varagiga o'tkazilgan mablag'lar mavjud. Aytaylik, uning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varagida 1 million so'm mablag' to'plangan. Pensiya yoshiga yetganda Nodira opa bu mablag'ni ikki xil usulda olishi mumkin. Birinchidan, butun summani bir martalik to'lov sifatida bu mablag'ni turli ehtiyojlarga sarflashi mumkin. Masalan, uy ta'mirlash yoki davolanish uchun. Ikkinchidan, bu mablag'ni ma'lum bir muddatga, masalan, 5 yoki 10 yilga bo'lib har oylik qo'shimcha to'lov sifatida olishi mumkin. Agar u 100 million so'mni 10 yilga, 20 oyga bo'lib olsa, har oyda qo'shimcha ravishda taxminan 830 ming so'mdan ortiq pul oladi. Bu uning asosiy davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda olinadigan ikkinchi pensiya bo'ladi. Bu tartib fuqarolarga o'z yig'ilgan pullardan qanday foydalanishni mustaqil ravishda tanlash imkoniyatini beradi. Asterisk 3-pensiya, qo'shimcha kasbiy yoki ixtiyoriy pensiya, shuningdek, ijtimoiy pensiya to'lovlari bu pensiya turi eng yangi va eng qiziq bo'limlardan biridir. Bu asosan ikki yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Birinchidan, ba'zi bir kasb egalari uchun, masalan, xavfli sharoitlarda ishlaydiganlar, shaxtyorlar, kimyoviy zavod ishchilari va boshqalar, uzoq muddat davomida davlat tashkilotlarida ishlaganlar, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar, madaniyat xodimlari uchun belgilangan qo'shimcha kasbiy pensiya bo'lishi mumkin. Bu turdagi pensiyalar odatda maxsus qonunlar yoki hukumat qarorlari bilan belgilanadi va ular fuqarolarning ma'lum bir sohaga qo'shgan hissasi va og'ir mehnat sharoitlari uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bunday pensiyalarning miqdori va to'lash shartlari har bir kasb turi uchun individual ravishda belgilanadi. Ikkinchidan, bu ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga qilingan ajratmalar orqali sharhlanishi mumkin. Ya'ni, fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra davlat pensiya tizimidan tashqari nodavlat pensiya fondlariga yoki sug'urta kompaniyalariga pul ajratishlari mumkin. Bu mablag'lar investitsiyalar orqali ko'paytirilib, pensiya yoshiga yetganda qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Davlat bu kabi ixtiyoriy jamg'armalarni soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirishi mumkin. Bu kabi tizimlar shaxsiy moliyaviy javobgarlikni oshirishga va fuqarolarga pensiya davrida yanada kengroq moliyaviy imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Keling, 3-pensiya bo'yicha yana bir misol ko'raylik. Faraz qilaylik, 2 yoshli Jahongir akamiz umrining ko'ykini konchilik sohasida ishlagan, ya'ni xavfli va og'ir sharoitlarda mehnat qilgan. Uning asosiy davlat pensiyasi 3 million so'm, jamg'arib boriladigan pensiyasidan esa har oy 900 ming so'm oladi. Endi esa uning og'ir kasb sharoitlari va uzoq staji uchun davlat tomonidan qo'shimcha kasbiy pensiya belgilanadi. Aytaylik, bu qo'shimcha pensiya miqdori 20 million 200 ming so'm bo'ladi. Natijada Jahongir aka har oyda jami 3 million plus 900 ming plus million 20 million 200 ming 5 million 100 ming so'm pensiya oladi. Yoki boshqa bir misol, 25 yoshli Gulnora opamiz bor. U hozircha pensiyaga chiqishiga ancha bor. Gulnora opa uzoq kelajakni o'ylab, har oyda ma'lum bir summani, masalan, 500 ming so'm pulni nodavlat pensiya fondiga yoki sug'urta kompaniyasiga ixtiyoriy ravishda o'tkazib boradi. Bu mablag'lar yillar davomida to'planib, investitsiyalar hisobiga ko'payib boradi. Pensiya yoshiga yetganida Gulnora opa ushbu jamg'armadan asosiy va jamg'arib boriladigan pensiyasidan tashqari har oyda qo'shimcha ravishda, masalan, 1 million 500 ming so'm olishi mumkin.
Bu uning 3-ixtiyoriy pensiyasi bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, har bir fuqaro o'z imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'z pensiya kelajagini mustaqil ravishda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yangi tizim juda qulay va istiqbolli ko'rinishiga qaramay, unda ba'zi bir nozik jihatlar va tuzoqlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish juda muhim. Staj va ish haqi bo'yicha nomuvofiqliklar eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu mehnat staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarning to'g'ri qayd etilmasligidir. Ba'zi ish beruvchilar xodimlarning ish haqini to'liq ko'rsatmasligi yoki pensiya jamg'armasiga ajratmalarni o'z vaqtida o'tkazmasligi mumkin. Bu esa kelajakda asosiy davlat pensiyasining miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'plab fuqarolar bu muammoni pensiyaga chiqqandan keyingina bilishadi. Bu esa ularning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Misol uchun, Mavluda opamiz 30 yil savdo sohasida ishlagan. Ammo uning ish beruvchisi yillar davomida ish haqini konvertda to'lagan va faqat minimal miqdordan pensiya jamg'armasiga to'lovlar o'tkazgan. Natijada Mavluda opaning o'rtacha ish haqi rasman juda past ko'rsatilgan va u xuddi kam maosh oluvchi ishchi kabi pensiya oladi. Holbuki uning haqiqiy daromadi ancha yuqori bo'lgan. Asosan jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lariga e'tibor. Ikkinchi pensiya turi jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari ham o'zining xususiyatlariga ega. Bu mablag'lar sizning shaxsiy hisob varag'ingizda jamg'arilgan bo'lsa-da, ularning inflyatsiya ta'siridan himoyalanishi va investitsiya daromadlari orqali ko'payishi juda muhim. Agar bu mablag'lar samarali boshqarilmasa, vaqt o'tishi bilan ularning xarid qobiliyati pasayishi mumkin. Ba'zan fuqarolar o'zlarining jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlaridagi holatni tekshirmaydilar va ularda qancha mablag' borligini bilishmaydi. Buning natijasida pensiyaga chiqqanda kutganidan kamroq summani olishlari mumkin. Misol uchun, Sardor akamiz o'z ish haqidan muntazam ravishda jamg'arib boriladigan pensiyaga pul o'tkazgan, lekin bu mablag'lar uzoq yillar davomida inflyatsiya ta'sirida qadrsizlangan. Agar u vaqti bilan hisob varaqdagi pullarning ko'payishini nazorat qilib, mablag'larni investitsiya qilish imkoniyatlarini o'rganganida, uning ikkinchi pensiyasi ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Qo'shimcha kasbiy ixtiyoriy pensiya bo'yicha kamchiliklar. 3-pensiya turiga kelsak, kasbiy pensiyalar uchun shartlar juda aniq belgilangan bo'lib, ularga faqatgina ma'lum kasb egalari va aniq sharoitlarga mos keluvchilargina ega bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir fuqaro ham bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga kiritilgan pullar esa mablag'larni boshqaruvchi fondning barqarorligiga va investitsiya strategiyasining samaradorligiga bog'liq bo'ladi. Noto'g'ri tanlov yoki bozordagi noaniqliklar tufayli mablag'lar kutilgan darajada ko'paymasligi yoki hatto qisman yo'qolishi ham mumkin. Ayniqsa, nodavlat pensiya fondini tanlashda uning obro'si, investitsiya tarixi va xavfsizligiga alohida e'tibor berish lozim. Ba'zi fuqarolar moliyaviy savodxonlik yetishmasligi tufayli shubhali fondlarga pul qo'yib, oxirida o'z mablag'laridan ayrilib qolishlari mumkin. Masalan, Dilorom opamiz ishonchli bo'lmagan bir nodavlat fondga o'z jamg'armalarini joylashtirgan. Afsuski, bir necha yildan so'ng bu fond bankrot bo'lib, Dilorom opa o'z pullarining katta qismidan ayrilgan. Shuning uchun 3-pensiya uchun mablag'larni investitsiya qilishda juda ehtiyot bo'lish va faqat ishonchli tashkilotlar bilan ishlash kerak. Shuningdek, shuni yodda tutish kerakki, barcha 3 turdagi pensiyalarni bir vaqtda olish uchun barcha belgilangan shartlarga to'liq javob berish lozim. Agar biron bir shart bajarilmasa, masalan, staj yetarli bo'lmasa yoki jamg'arib borilgan hisob varaqda mablag' bo'lmasa, unda faqat tegishli pensiya turlarini olish mumkin bo'ladi. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Aziz do'stlar, bu yangi pensiya tizimining imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish uchun sizga aniq va amaliy maslahatlar beraman. Mehnat staji va ish haqi ma'lumotlarini muntazam tekshiring. Bu juda muhim. Davlat pensiyangiz miqdori to'g'ridan to'g'ri rasmiy mehnat stajingiz va ish haqingizga bog'liq. Har yili. Hatto har yarim yilda o'z mehnat daftarchangizdagi yozuvlarning to'g'riligini va ish beruvchi tomonidan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ajratmalarning to'liqligini tekshiring. Bu ma'lumotlarni shaxsan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki hukumat portali my.gov orqali elektron shaklda olishingiz mumkin. Agar nomuvofiqliklar aniqlansa,
Darhol ish beruvchingizga murojaat qiling va tuzatishlar kiritilishini talab qiling. Agar ish beruvchi sizga yordam bermasa, mehnat inspeksiyasiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu masalada passiv bo'lmang, chunki bu sizning kelajakdagi pensiyangiz. Ikki, jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobvaraqingizni kuzatib boring. Ikkinchi, pensiya manbai. Jamg'arib bo'riladigan pensiya mablag'laringizning holatini doimiy ravishda nazorat qiling. Pensiya jamg'armasining shaxsiy kabinetidan yoki bank ilovalari orqali hisobvaraqingizda qancha mablag' to'plangani va u qanday ko'payib borayotganini tekshirib turing. Agar mablag'lar kutilgandan kam bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ba'zan texnik xatolar yoki ish beruvchining xatosi tufayli mablag'lar to'g'ri o'tkazilmasligi mumkin. Bu mablag'larni pensiya yoshiga yetganda bir martalik to'lov yoki oylik qo'shimcha to'lov sifatida olish imkoniyatini o'rganing va o'zingiz uchun eng ma'qul variantni tanlang. Asosan qo'shimcha pensiya imkoniyatlarini o'rganing. Agar siz kasbingizga ko'ra xavfli yoki og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, qo'shimcha kasbiy pensiya olish imkoniyatini o'rganing. Bu borada Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, tegishli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qaysi kasblar uchun bunday pensiyalar berilishini va ularning shartlarini aniqlashtiring. Shuningdek, agar moliyaviy imkoniyatingiz bo'lsa, nodavlat pensiya fondlariga yoki ishonchli sug'urta kompaniyalariga ixtiyoriy ajratmalar qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu uchinchi pensiya manbasini shakllantirishning eng samarali usullaridan biridir. Lekin fond tanlashda juda ehtiyot bo'ling. Uning litsenziyasini, faoliyat tarixini, investitsiya strategiyasini va obro'sini sinchiklab tekshiring. Mutaxassis moliyaviy maslahatchi bilan suhbatlashish ham foydali bo'lishi mumkin. Hujjatlarni tartibda saqlash. Barcha shaxsiy hujjatlaringizni, ayniqsa mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, oliy ta'lim diplomlari va boshqa stajni tasdiqlovchi hujjatlarni tartibda saqlang. Pensiyaga chiqish vaqtida hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi va ortiqcha sarsongarchilikdan xalos etadi. 5. Malakali yuridik maslahat oling. Pensiya masalalari ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki pensiyangizni hisoblashda adolatsizlikka duch kelsangiz, malakali yurist yoki pensiya bo'yicha mutaxassis maslahatini olishdan tortinmang. Ular sizga qonuniy huquqlaringizni tushuntirishda va ularni himoya qilishda yordam berishi mumkin. Astas pensiyaga chiqish uchun qadamlar. 1. Astas murojaat qilish. Pensiya yoshiga yetganingizda yoki unga yaqinlashganda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. 2. Astas hujjatlar to'plami. Sizdan talab qilinadigan asosiy hujjatlar: pasport, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar talab etilsa, jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobvaraqi ma'lumotnomasi va boshqa stajni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar qo'shimcha kasbiy pensiyaga da'vo qilsangiz, tegishli kasbiy faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. 30 asosli ariza yozish. Pensiya tayinlash bo'yicha standart shakldagi arizani to'ldirasiz. 4 asosli tekshiruv va hisob-kitob. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni tekshiradi. Stajingizni va ish haqingizni hisobga olgan holda pensiyangizni hisoblab chiqadi. Bu jarayon odatda ma'lum bir muddatni talab qiladi. 5. Pensiya tayinlash. Agar barcha hujjatlar joyida bo'lsa va siz barcha talablarga javob bersangiz, pensiya tayinlash to'g'risida qaror qabul qilinadi. Sizga pensiya guvohnomasi beriladi va pensiya mablag'lari belgilangan tartibda sizning bank kartangizga o'tkazib boriladi. Jamg'arib bo'ladigan pensiya mablag'larini olish tartibi esa alohida rasmiylashtirilishi mumkin. Xulosa va yakuniy cho'lib demak. Hurmatli do'stlar, bugungi kunda pensiya tizimi faqatgina bitta pensiya bilan cheklanmaydi. Sizning mehnat stajingiz, mas'uliyatingiz va kelajakni o'ylab qilgan jamg'armalaringiz evaziga siz 3 turdagi pensiya olish imkoniyatiga egasiz. Asosiy davlat pensiyasi, jamg'arib bo'riladigan pensiya va qo'shimcha kasbiy yoki ixtiyoriy pensiya. Bu har bir fuqaroning keksalik davrida moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun yuqorida aytib o'tgan maslahatlarimga amal qiling. O'z pensiya huquqlaringizni biling. Hujjatlaringizni tartibda saqlang va moliyaviy kelajagingizga befarq bo'lmang. Bugungi mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring.
Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz har doim siz uchun dolzarb va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy jihatdan barqaror bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha